Devo Matiz Chevroletovichman. 1997-yildan 2015-yilgacha ishlab chiqarilganman. O'zim 2013-yil Asakada dunyoga kelganman. Mendan oldin Skromniy, Ro'zg'orbob, Tiko akam bor edilar. Mendan keyin mana Spark ukam ishlab chiqarildi. Sal o'zicharoq, krutoy. O'zim 6 litr benzin yeyman. Amakivachcham Best sal ko'proq yeydi. Endi men prostoyroqman-da, lekin bozorda o'rvinimni ushab turibman. Bagajim gaz ballon bilan to'lgan. Doimiy yukim bor degani. Ehtiyoj bo'lsa boshimga shoh qo'yib yuklarni ko'tarib yuraman. Rasxodim kam, arzon, kam xarjman. Lekin oxirgi marta benzinni qishda ko'proq ichib yordim. Undan oldin faqat zavat qilish uchun oz-ozdan ichib turardim. Hozir qiyin davrlarni boshdan kechiryapman. Sababi kirada ham uncha-muncha klient mensimay qo'ydi. Prilojeniyada ham отказ bosib yoradi, yo'lda ham meni ko'rib qolishsa qo'lini ko'tarmay turadi.